O'zbekistondagi firmalar O'zbekistonda hali firma, u xususiy bandlik agentliklari, migratsiya hammasi O'zbekistonda qolib ketadi. Mayli kelgandan keyin hech kim yordam bera olmaydi. Ayniqsa xususiy bandlik agentliklaridan juda ham ko'p odam kelyapti. Hammasini o'zimiz ish bilan ta'minlayapmiz. Undan ko'ra pramo o'zimizga kelsa, mana shunaqa oson bo'ladi kelgandan keyin. Mana bunaqa sarson bo'lib ko'chada yurib, hazardga berib pul qolib ketmaydi-da. Shuning uchun pramo o'zimizga mana Yevropada yagona ish beruvchimiz, bemalol bizga murojaat qilsanglar bo'ladi. 2000 zlot oldinglar, ha? Bu anaqangiz ham kuyib ketgan bo'lsa kerak. ID kartangiz ham kuydirib yuborishgan. Shunaqa deyishdi, bu o'sha firmadan chiqqan deyapti-yu. No, уже не действующий deyapti. Atak bunday ko'chada yurganda buni bazaga kiritib tekshirmasa, yursang bo'ladi. Nechta odam ishlayapti dedingiz? Hozir bizlar qolganimiz qancha 80 ming qancha qoldi? Zlotdan? Oldingi bizdan oldin ketgan bolalarga 80 ming zlot pul qolib ketgan. Bizlarniki ham ular ololmagan, bermagan. Sizlarda qancha qolib ketdi? Bizlarniki ham где-то odam bashi 450-400 yevrodan oshiq olib. Bu Polshada 7 kishi ishlagan. Latviyada qancha oylik olyapman dedingiz? Latviyadami, Litvami? Latviyada. Latviyada oyni boshida 10-sanalarga 400 yevro berardi. U ham 400 qanday 200 bir kun tashlab berardi. Yana 3-4 kundan keyin 200 tashlab berardi. Keyin oyda oxirida bo'lib qolsa 100 tashlardi. 500 yevro oyiga. Shunday chiqdi. 500 yevro Latviyaga mos kelmasligini bilmaysizlarmi? Latviya biz sizlarni Rossiyada ham men uchun undan oshiq to'laydi. Turkiya, Rossiyada, Qozog'istonda ham bundan ancha yaxshi topadi-da. Masalan, men O'zbekistondan ko'p topardim. Yo'q, endi O'zbekistonni bilmadim-ku, misol uchun O'zbekistonga 500 dollar degan bu katta pul eshitilishi mumkin, lekin misol uchun bu chet elda nima degan taqdirda Yevropada yo'q. 500 yevro olib jim yurdinglarmi? Bo'lib berardi-da. Bu dokument olib qolyapman deb kvartira olib qolsa, xo'p, tushunarli, lekin misol nimasiga olib qoladi uni? Bizlar chiqib ketadi o'yladik deb bizlar o'shaning uchun ana talab qilganimiz yo'qdik. 80 ming zlot. Qancha berib kelganman dedingiz Latviyaga? O'ziga 2,5 ming berganman. Ya'ni общий расходlarim bilan biletimdan tashqari 3 mingdan oshiqroq. 3 mingdan oshiq, Latviyaga 3 mingdan oshiq rasxod qilgansiz. Biletimdan tashqari. Qaydan? Shuncha pulni qaydan olasizlar? Endi qarz qilib kelganmiz aka. Kimlardan topib, kimdandir olib. 3 ming yevro. Salkam o'sha 3 ming yevro bunday olib qarasa hujjatlar bilan tayyorlash bilan kelyapti berasiz. Iloji bo'lsa anaqa ish nimaga qo'l qo'ymasdan ishlamanglar-da kelgandan keyin, shu Polshaga kelgandan keyin umuman qilmasdan, umuman degani anaqa shartnoma qilmasdan ishlab bo'lmaydi. Misol uchun mana shunaqa holat bo'lsa, siz posolstvoga yozasizmi, straj granitsaga yozasizmi, inspeksiyaga yozasizmi, o'sha nima ujnot pratsiyaga yozasizmi? Foydasi yo'q. Chunki qanday ishontirasiz uni ishlaganingizni? Kamera bo'ladigan joy bo'lsa, mana misol uchun hozir ofisda kamera bor, mana o'tiribsiz, ishlayapsiz, yozishingiz mumkin. Misol kamera bo'lsa, u bo'lishi mumkin. Kamera yo'q joyda bo'ladigan bo'lsa, u hech qanaqa isbotlay olmaysizda unaqa jarayon. Iloji bo'lsa, vatandoshlarimiz mana shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, oldin shartnoma qilib, umuman qilib, ana undan keyin ishga kiringlar. Bo'lmasa o'sha bolalarga o'xshab qiynalib ketasizlar-da, pulinglarni ham ola olmaysizlar. Bu anaqa azartga berilib ketasizlar, qimorga o'xshab. Yana masho ishlaychi, qolgan pulim qolib ketdi deb masho ishlaychi, men ko'rdinglarmi, Rossiya bo'lib ketyapti. Qolgan pulimizni endi mashina olib bizga tekkandan eng zo'ri bo'ldi, kechasiz, o'sha puldan kechasiz, bo'ldi, boshqa ishga o'tib ketasiz, bo'ldi. Mana hozir biz bugun kelgan nimangiz vakansiyangiz qurilish sohasida 30 zlotdan pul to'lanadi. Xohlasangiz ZUS to'lanadi, oyligingizdan olib qolinadi. Umuman qilinadi. Agar yo'q, men ZUS to'layman desa, bezumuman qilinadi. Eng qizig'i, misol uchun qo'pol qilib aytganda, bir haftada bir pulingiz olinadi. Yeb qolsangiz bir haftaga kuyasiz. Bu degani bir hafta degan ish nima emas-da, lekin bizda hali unaqa holat bo'lmagan. 3 yildan beri ishlayapti, 60 dan oshiq o'zbek ishlayapti firmada. O'zbeklarning o'zidan bir haftada bir har dushanba pulingizni olasiz. Mana shunaqa ishlagan yaxshi, ishonchli joylarda bemalol ishlagan, qo'rqmasdan ishlaysiz-da. O'zbeklar orasida. O'sha pulimiz qolib ketmasin, mana shu avionni to'liq yopaylik deb, o'sha firmani anonsi bilan, masalan, bizga boshida ish beruvchi bilan yana o'rtadagi odam bilan gaplashdik. O'rtada bizlarga hozir firmaga kirgizmoqchi bo'lgan odam, u nari ish beruvchi odamni ko'nmadi. U ikkalasining o'rtasida do'g'ri bor ekan. Biz pul olayotgan 4-odam bo'ldik-da bu yoqda. O'rtada. 4-odam bo'ldik. O'rtadagi 3-odam ko'nmadi. Pulni primo bermaysan. U aytdi, bizga boshida ish beruvchi odam, bo'ldi, bolalar ishini yopsin,
pulimni olsin, shuncha ish qolib ketyapti shu yerda, shularga yetmaganda pulimni berdi, aytdi. Lekin o'rtadagi bizlarning firmani anonsi ko'nmadi. Yo'q dedi, pul через minutda. Xo'p, seni do'langni beraman, lekin mana oldingda pulni sanab, o'sha ularga berayotgan pulingni men ularga beraman, shunaqa qilaylik deganda, ular ko'nmadi. Keyin oxir majbur o'zbeklardan chiqayotgan narsa mana shu. Ha. Ehtiyot bo'linglar, Yevropa hududida mana shu Rossiyaga o'xshab ketyapti. Qo'ldan kelgancha Rossiya bo'lmasligiga harakat qilyapmiz. Eplab bo'lmayapti. Bemalol kimga viza kerak bo'ladigan bo'lsa, boshqa davlatlarga eng arzon narxda o'zimiz orqali kelsanglar bo'ladi. Hammani Yevropaga taklif qilamiz. Unaqa 3000, 4000, 2000 yevro qilmasdan eng arzon narxlarda chiqaramiz. Xudo xolasa, yana bir haftalardan keyin e'lon qilishni boshlaymiz vakansiyalarni. Chunki odamlar rosa ham qiynalib ketyapti. Polshaga bo'lsa eng arzon narxlarda chiqaryapmiz. Uni ham bir haftalarning ichida reklamalarni boshlaymiz. Mana shunaqa qiynalib ketgan vatandoshlarimiz juda ham ko'p. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizga bog'lansanglar bo'ladi. Pulinglar 100% beriladi. Bu mana yerga kelish unaqa qiyin emas. Mana yerga kelgandan keyin уже 5 yil, 10 yil, 20 yil yashab ketish, u yog'i yo'lni topib ketish qiyin-da. Topib ketasiz, 1 yil, 2 yilda o'zingiz topasiz. Men o'zim 3 yilda topib ketganman yo'lim. Ungacha yurasiz-da. Bu yoqqa urasiz, bu yoqqa urasiz, o'zingizni normalniy ish topish kerak, boshqa qilish kerak. O'shaning uchun boshida eng qiyin bo'ladi. Mana necha yil, 3 yildan beri ishlayotgan ustalar bor firmada. O'zbeklar. Mana ishlayapti, pulni olyapti, ishlayapti. Men ham shu 4-5 oydan beri ko'raman, o'sha kontentlaringizni, gruppalaringizni ko'raman. Birinchi Instagram topdim, shu Instagramda ko'rib. O'shandan ko'rib, anchadan beri yozmoqchi edim. Endi bolalar birga ishlaydi. Qo'rqmasdan yozavering, ko'p odam qo'rqadi. Yozsa nima qilar ekan, nima birga bo'ladi. keldik, masalan, birga tanishdik, anaqa yana boshqa o'taylik deb, balki hali yaxshi bo'lib ketar deb turib, yana birga ishlagandik-da. Endi yo'lda ham o'zgarish bo'lmadi, yo'lda ham pul qolib ketdi. O'sha ikkinchi marta salkam bir 2000 yevroni o'sha ish haqimni havoga uchirib o'rgangan bo'ldim-da. Eng yaxshi variant o'sha kechib boshqa joyga. Hozir men taklif qilayotgan ishda 9,5 ming olsangiz bo'ladi boshlanishiga. 9,5 ming zlot. U qancha? 2,5 ming dollar bo'ladi. Misol bir oy ishlasangiz ham 2,5 ming bo'lsa, ana boshqa joyda 500 dollar olayotgan bo'lsangiz, ana u qolib ketgan 2 mingingiz yopilib ketadi o'rtada. Bir oyda yopilib ketadi. O'z-o'zidan yopilib ketadi. Dalish bu yog'iga yaxshi bo'lib ketadi. Azartingiz yopiladida. Shunaqa qilamiz bo'lmasa. Inshaalloh endi bu yog'iga harakat qilib yana sizlar olaysiz keldik bir firmaga ko'rish. Bu xatdan topdinglar unaqa firmalar. Odammi? Firma emas, ha, odammi oddiy? Cheres. O'zi O'zbekistonlik odam. Bu yoqda ukrainaliklarning. Yo'q, bu firmasi bormi? O'tiradigan joyi bormi? Yo'q, ko'chami? Ko'cha. Unaqa ko'chaga pul qatdan berasizlar ko'chaga? Men o'yladim bu firma o'ziniki deb. Olmang. Yevropa, misol O'zbekistonda ham misol nechta konsalting bor? Eplash qiyin-da u narsani. Mana biz o'zimizda ham cho'zib ketadi ishlar. Viza kutib qolinadi, atkaz chiqadi, boshqa bo'ladi. Odamlar tushunmaydi. Atkaz olsa qarg'ab yozadi, boshqa qiladi, u boshqa masala. Unga biz aybdor emasmiz, misol uchun pasos biz faqat dokumentga yordam beramiz xolos. Lekin eng asosiysi mana yerga kelgandan keyin-da O'zbekistondagi firmalar O'zbekistonda hali firma. U xususiy bandlik agentliklari, migratsiya hammasi O'zbekistonda qolib ketadi. Mana yerga kelgandan keyin hech kim yordam bera olmaydi. Ayniqsa xususiy bandlik agentliklaridan juda ham ko'p odam kelyapti. Hammasini o'zimiz ish bilan ta'minlayapmiz. Undan ko'ra pramo o'zimizga kelsa, mana shunaqa oson bo'ladi kelgandan keyin. Mana bunaqa sarson bo'lib ko'chada yurib, azartga berilib pul qolib ketmaydi-da. O'shaning uchun pramo o'zimizga, mana Yevropada yagona ish beruvchimiz, bemalol bizga murojaat qilsanglar bo'ladi. O'zimiz birinchi qo'limiz mana shu yerga kelib, bemalol biz orqali ishga joylashsanglar bo'ladi. Hamma vatandoshlarimizni ogohlikka chaqiramiz. Hammani Yevropada kutib qolamiz. Kommentariyaga o'zingizlarning fikringizni bildiringlar. Qancha pulinglar qolib ketgan, kim qayerda ishlayapti. Hamma o'zbeklarimizni yig'amiz, xudo xolasa.